Bu videodagi odamlar omadli bo'lishni haddan tashqari darajaga olib chiqishgan. Ko'chadan 250 million dollarlik lotereya chiptasini topishdan tortib, basketbolni maydonning narigi chetidan tashlab chempion o'yinini yutishgacha. Bu juda ham omad. NASCAR jamoasi ikkita mashinadan qochib qoldi. NASCARni yaxshi ko'raman. Xavf zonasiga kirib ketdi. Jason, xavf zonasidasan. Jason, chiq u yerdan. Hozir u o'lib ketadi. Jason, axir sen Jason Bourne emassan. Jason faqat domkrat ko'tarishni biladi xolos. U domkrat bilan sakradi. U narsalar taxminan 60 funt turadi. Bu telbalik. Ular rolikli attraksionga ketishyapti va boshqa attraksiondan tushib ketgan telefonni ushlab oldi. Endi u telefonni titkilab egasini xijolat qilish mumkin, chunki ular o'zlarini rasmga olgan. Endi keyingi video. Do'stlar, uzoq tanaffusdan keyin axir yangi video chiqaryapman. Bundan buyog'iga videolarni tez-tez chiqarishga harakat qilaman. Faqat kanalga obuna bo'lib qo'ying va videolarga like bosing. Shunda bizga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Va endi videoni tomosha qilamiz. Marhamat. Tasavvur qilib bu yerdan yiqilish. Kimdir ataylab shunday bo'lishni xohlaganda. Ha, bu bo'shliqlar bo'lishi mumkin. Ha, yana bilmadim, agar o'q teganda bu bolani oxirgi marta o'qizishi bo'lardi. Bu mahalliy jang-ku. Voy, buni qara. Ha, bu WWE. Ko'rdingmi? U hayotimda ko'rgan eng zo'r harakatni qilding deb baqiryapti. Aha, sakrayapti. Oy, wow. Jidcha qoldi. Bo'lmasa kelajak tamomni uka. Bu nima? Ko'rmayapsanmi? Bo'y yopishtiryapti. Noni? Xuddi qayta ekib qo'yganday bo'ldi. Aha, yaxshi. Demak, keyingi videoni ko'ramiz. Birinchidan buni TikTokda ko'rganman. Ikkinchidan buni yolg'on deyishgan. Internetdagi hamma narsa soxta. U yog'ochni kesayotganda bo'lak ikkiga ajralib uchib borib tiqilib qolgan. Tushunsangiz, odam prosmotrlar uchun ko'p narsaga tayyor turadi. Buni ham o'zlari qilishgan. Bir kishi suv osti kemasida halokatga uchrab, okean tubida havo cho'ntagida 4 kun tirik qolgan. Va u 4 kun mobaynida konserva bankalaridagi ovqatlar bilan jon saqlagan. O'zini juda ham yomon his qilgan. Masalan, hammasi tugadi deb o'ylagan. Atrofida akulalar suzib yurganini ham sezgan. O xudoyim, juda sovuq suvda. Oxiri uni qutqarishganmi? Ha, qutqarishgan. Unda hammasi zo'r. Endi shtat chempionati o'yini. Qora formadagi jamoa 3 ochko oldinda. Ha, juda qiyin vaziyat. Atiga yarim soniya qoldi. Yaxshi. Fizik elementlarni bir-biriga qo'shgan holatda aytamanki, hozir tushira olmaydi. U maydonning juda uzoq joyidan to'p otadi. Wow, adashibman. Shuning uchun men beysboldan qo'rqaman. Bir marta yuzimga to'p tegan. Qarang. Wow! Aql bovar qilmas. Sal qolganda yuziga tegardi. Ha, bu fint qilaman deb qovun tushirdi. Sharmanda bo'ldi. Bu odam chirmashib chiqib ketyapti. Bunga yordam kerak. Shuning uchun men muzga tirmashmayman. Hatto uni arqonlari ham yo'q ekan. Sen arqonsiz toqqa chiqqan bo'larmiding? O xudoyim. Men masalan chiqmagan bo'lardim. Arqonlarsiz toqqa chiqishmi? Aha, yo'q. Men buni umuman qilmasdim. Davomi nima ekan? Ikki odam to'qnashdi va biri hushidan ketdi. Ikkinchisi uni hayotini saqlab qoldi. Yaxshi. Bu juda ta'sirli. Ishchilar ishlayotganda birdan beton tushib ketdi. Xuddi bu Minecraftga o'xshadi. O xudoyim, biri ustunga yopishib qoldi. Va shu holat u. Meni hayotimni saqlab qolgan ustun. U lotereya chiptasini sotib olgan, lekin uni do'konda unutib qoldirgan. Yaxshiyamki halol kassir vaziyatini saqlab qolgan. Tasavvur qiling, siz yoqilg'i qo'yish shoxobchasida ishlaysiz. Kimdir kelib lotereya chiptasini sotib oladi va uni qoldirib ketadi. Ertasi kuni uning 250 million dollarlik yutuq chipta ekanini bilib qolasiz. Bankka borardim. Balki unga yashirincha 1 million dollar berardim. Balki 2 million, yaxshi niyat sifatida. Lekin aslida bu sening mas'uliyating. Kim topsa o'shaniki, kim yo'qotsa o'zi yig'lasin. Wow. Tim tris qilib daraxt ekanmiz. Tabiat esa bizga shunaqa javob qaytaradimi? Go'yoki daraxt. Endi sening navbating. Bir odam narvon tepasida turibdi. Rojdestvo chiroqlarini osyapti. Shuning uchun men bayram chiroqlarini osmayman. Tasavvur qiling, hayotingiz shunchaki chiroq osyotib tugasa. Yordamga kelishdi. Meni ham shu ahvolga tushsam, men senga yordam bermagan bo'lardim. Agar tomdan yiqilsam, atrofimda kamida 6 ta odam bo'lsin, yordam beradigan. Bir haydovchi mashina boshqaryapti. Reylar qattiq tebranmoqda. Ha, juda qiyin vaziyat. Hozir chiqib ketadi. To'xta, u ajoyib boshqaryapti. Chiqib ketmadi. Agar men bu odamning o'rnida bo'lganimda o'zimni yo'qotib qo'ygan bo'lardim. Va afsuski kimdir halok bo'lardi. Burilish chirog'ini chap tomonga yoqib qo'yib, o'z o'ng tomonga ketyapti. Aha, bu odam tog'dan tushyapti va xudoyim. Wow, ajoyib harakat qildi. Agar kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi 7 kun ichida obuna bo'lganlar orasidan bittasini tasodifiy tanlaymiz va u kelib kirishni yengilligidan turtadi. Obuna bo'ling.